hurmatli kuzatuvchi va tadqiqotchilar. Bugundan yana darslarimizni davom ettiramiz va bizlarda o'zgarishlar bo'lib turadi. Har zamonda chiqadigan kontentlarda biroz o'zgarishlar bilan chiqariladi. Chunki men bir xillikdan tez erkaman va har doim yangi bir narsalar yaratishni xohlayman va keyingi o'zgarishlarimiz birinchi marta qilingan o'zgarishdan tubdan farqlanadi va u tayyor bo'lguncha biz darslarimizni yana yozishni davom ettiramiz. Demak, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari hamda texnikumlarida startup dasturini o'rgatish loyihasi asoschisi man Shahnoza Qodirova, oliy ma'lumotli farmatsevt, farmakolog. Bugundan boshlab bizda datamiz o'zgaradi, ya'ni tibbiyot sohasi bo'lmaydi, lekin olingan natijani tibbiyot tilida, tibbiyotdan real misol yordamida tushuntirib beraman. Faqat ungacha datani boshlanishida sodda va oddiy holatda qanchalik oladigan bo'lsak, nazariyani shunchalik tez o'rgana olamiz va o'zimizning datalarimizda uni qo'llay olamiz. Demak, shu o'rinda ta'kidlab o'taman, hozirda yangi o'zgarishlar, ya'ni qonunchiligimizda o'zgarishlar bo'lmoqda. Bundan keyin dori vositalarining registratsiyasi Yevropa, ya'ni xalqaro miqyos talabi doirasida amalga oshirish kerak. Ya'ni bu degani Euro GMP asosida registratsiya ishlari olib boriladi. Yevropada, xususan Amerikada ishlarni tushunishimiz uchun biz tibbiyotga bog'langan startup dasturini o'rganishimiz shart bo'ladi. Chunki Amerikada registratsiyada o'tkazishda bir marta katta ob'yom bilan klinik oldi va klinik tadqiqotlar o'tkaziladi va xalqaro miqyosda sertifikatlar olinadi va bu sertifikatlar bizning hududimizda tan olish yo'li bilan ham registratsiyadan o'tadi va bizda ham mana shunday imkoniyatlar bo'lishini xohlasak agar, bizning olib boradigan tadqiqot ishimiz ham aynan Yevropa darajasida bo'lishi shart bo'ladi. Chunki bizda garchi bu olmadan tarvuz nasash deb aytiladigan bo'lsa-da, lekin Yevropada juda katta maqtovlarga sazovor bo'ladi. Demak,